Diqqat estiradamiz yulduzi Kaniza haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbek estradasi vakili Kaniza ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar markaziga tushdi. Bunga sabab xonandaning konsert paytida ijro etgan raqslari aks etgan video sabab bo'lmoqda. Ayrim foydalanuvchilar chiqishni me'yordan oshgan deb baholab, san'atkorni keskin tanqid qilishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi bahslar davomida ba'zi foydalanuvchilar hatto Kanizaning sahna faoliyati uchun berilgan litsenziyasini bekor qilish kerakligi haqida fikr bildirishdi. Ushbu chaqiriqlar jamoatchilik orasida turli munosabatlarga sabab bo'lmoqda. Xonandaning o'zi esa ayblovlarga keskin munosabat bildirdi. Kaniza tanqidchilardan o'z fikrlarini qonuniy asoslar bilan isbotlab berishni so'rab, hech qanday qonun huquqbuzarlik sodir etmaganini ta'kidladi. Da'volaringiz nimaga asoslangan? Men qaysi jinoyatni sodir etdim? Qonun doirasida dalillar keltiring, dedi xonanda. Mazkur holat san'at erkinligi va sahna madaniyati borasidagi muhokamalarni yana bir bor kun tartibiga olib chiqmoqda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalimizni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.